Hammaga salom. Bugun biz sizlar bilan shunaqa mazali va to'yimli pitsa pishiramiz. Pizzani yaxshi ko'radiganlar yaqinroq kelsin va videoni tomosha qilsin. Suv, sut, shakar, tuz, tuxum, droji yaxshilab aralashtirib olamiz. Keyin un solib olamiz. Va yumshoq xamir qorib, ustidan yog' surib olib, oshirishga qo'yamiz. Xamirimiz oshguncha nachikamizni tayyorlab olamiz. Birinchi bo'lib piyozimizni solib olamiz va qovurib olamiz. Ketidan tovuq filemizni solib olib, uni ham qovuramiz. Wow, orada xamirimiz oshib chiqdi. Uni yoyib turamiz. Qo'ziqorin, qaymoq solib olib, aralashtirib olamiz. Endi sousimizni tayyorlab olamiz. Xamirimizni yoyib olamiz mana krupa bilan. Men qo'lim bilan otib yoyilmaganim uchun juva bilan yoyib olaman. Endi yoyilgan xamirimizni listimizga joylashtirib olamiz va ustidan sos quyib, nachinka solib olamiz. Ustidan sirimizni ham sepamiz. Va pizzamizni 220 gradusga duxovkaga solamiz. Mana ikkinchi pizzamiz ham tayyor, mazali va to'yimli. Pishirib ko'rishga tavsiya qilaman. Mana ichlari.